Alayskidan kirganda 6-bog'chadan o'tgandan keyin Yetimolda Satalato'n 6 sotukli uyimiz bor. Alayskidan kirib, yo'ldan ozgina kirganimizdan keyin shunday yarmi tayyor, yarmi yana tozadan solingan uyimiz sotilayotir. Ko'rib tursanizlar bo'ladi, akfadan qo'yilgan aynalari hammasi. Mana shu 6 sotuk, umumiy maydon 6 sotukdan iborat uyimiz. Kirishlar. Hoppa. Kirishdagi holimiz. Shunda kuxnya shunday qilib qo'ygan ekan. Gazni ko'rsangizlar bo'ladi, manaki. Gazam zo'r edi. Mana shu narsa kerakda odamlarga, ha? Gaz pishqirib turibdi, pishqirib. Qishning kuni o'zi tak. Gazi zo'r, unaki o'zi ko'zlaringiz bilan ko'rsangizlar. Mana shunday dalon. Bu yoqda endi kosmetikaga ketib turgan ekan. Bu yoqimizda mana bir tam pesham qurib qo'ygan ekan. Shunday kosmetikaga kelib turibdi bananti. Shunday kirib erganaklar hammasi qilingan. Bu yoqimizda bir zalimiz bo'ylanib, chiroyli mehmon kutayotgan holatida kelib turibdi bunday. Otoplenlar hammasi o'tgan. Shunday patologlar bilan. Bu yoqimizda orqa beti hozir chiqib ko'rsataman. Endi mana bu yoqda toza solingan yog'ini men sizlarga bir ko'rsatib o'tkim keldi. Bu yoqimizda bir ulqon bir zalimiz, manaki ko'rib tursangiz bo'ladi. Chiroyli etib bostirilgan chiylar hammasi. Ko'rib tursangiz. Men bu yoqimizda yana bir kuxnya qilsangiz ham bo'ladi, chiroyli etib. Bu yoqimizda yana bir shunga o'xshash tam детский spalni qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqimizda tualet sanuzeliga moslangan yana bir xona qilingan ekan. Mana shu uyimiz shulardan iborat. Endi orqa tarafni ko'rsataman bir qator. Yop, bismillah. Hop, kirib kelasiz. Tam zal. Bu yoqqa toza yog'ini kirib ketasiz. Mana bu yoqqa orqa yog'ini ko'rib tursangiz, chi bilan aylantirib o'tgan bordi. Bismillah. Orqa yog'imiz manaki shunday orqa tarafi ko'rib tursangiz bo'ladi. Charxoqlardan, betondan, aynalardan, aklardan yaxshisidan qo'yilgan. Mana shu uyimiz. Tak, do'stlar, bu Yetimolda joylashgan, ya'ni 6-bog'chadan salgan o'tganimizdan keyin chapga kirganimizda mana shu uyimiz. Bu uyimizning narxini aytadigan bo'lsak, narxi 340 million so'm aytilyapti, yana ozgina qaytib beradigan yeri bor. Tezda telefon qilasizlar, yangi yilda uyli bo'laman degan odamlarga hammasini jo'natib qo'yamiz shu videoni. Hammaga